Barcha salom do'stlar, sizlar bilan Minecraft. Bugun Minecraftda bugun Minecraftda uyimni aylanib chiqamiz. Birinchi bo'lib hovlimni hovli ko'chaman, uyim ko'rinadi. Lekin bu hali bitmagan. Creeper, what the fuck? Bu meni yotoqxonam. Ularni yo'q qo'yamiz. Yaptı. Bir burada meni kitob o'qiydigan xonam. Ya'ni bu yerda kitoblarni o'qiyman. Bitta mana ko'radigan bor. Mana. Qo'yamiz. Burada men kompyuter o'ynayman. Bilamsizlar. Endi nimalar bor? Shular. Mana bu meni o'tiraman bu yerda. Maza qilib sizlarga video olib. Men bu yerda o'ta kichkina kompyuter sizlarga montaj qilib o'tiraman videolarni. Bunda bo'lsa sizlarga haqiqiy videolarni olaman. Hop. Bu yerda barcha boyliklarim. To'g'ri. Nima olaman deb kitob o'qib hisob qo'yaman. Bitta ham ozgina kitob o'qiyman va maktabga ketaman. Xullas bolalar, shu meni qurgan uyim. Mana bu yer pizza joyi. Men bu yerda pizza yeyman. Ko'rsa bo'lsa sizlar maza qilib yotishingiz mumkin. Albatta, suyitlar yonadi o'chadi. Va maza qilib yotasizlar. Tekrar borishim uchun bugun emas, keyingi videolarda ko'rsataman. Hop, yana nimalar bor? Bu yerda bizda ajoyib mod bor. Hozir kreativga o'tib olay. Sekund kreativga o'tib olay, kreativga. Villager survival bo'lib qolaveradi. Mana bu yerda nimalar bor? Bu yerda bizning modlarimiz bor. Barcha modlarimiz faqatgina shu yerda. Hatto globus ham bor. Bu yerda nima bor bitta globus tarafdorimiz. Hozir sizlarga kompyuter kattaligini ko'rsataman. Kompyuter axir bu yerda yo'q bu deyishingiz mumkin. Bor, lekin mana diktafonni ko'rsatib, ikkita kompyuter keladi do'stlar. Hop. Agar shunaqa modlar sizlarga kerak bo'lsa, men Telegram kanalimdan to'p olishinglar mumkin do'stlar. Mening Telegram kanalimda bunaqa modlar tiqilsin. Albatta, barcha modlar mening Telegram kanalimda chiqadi. Niko Uzga. Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni so'rab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.